Pechirdagi hayotimizda ertalab soat 8 da metroga tushsak, bu ikkita jentelmen maza qilib o'tiribdi, xuddi ko'rpachalar ustida yoyilib o'tirgandek. Klinikaga soat 9 ga yozilgandek, qizlarning mantosini qildirib keldim. -11 ming rubl sразу же ketdi privivkaga. Конечно же, bir kunga -11 ming kam, o'shaning uchun biz ovqatlanishga kirdik. Aslida har doimgidek kimdir o'tirganini ko'rsa, mimo o'tib ketmaydi hech qachon. Ham puli bo'lsa pulini tashib ketadi, yonimizda nalichi pulimiz yo'q edi, marmeladkasini tashib ketdi. Rossiyada pishiqchilik davri keldimi deyman, malina, yejivika hamma narsa bor. Bir ikkitasi turadi, nima ish qilasiz deb, shu ofisda o'tiraman operatorlik qilib. Ofisda как обычно 1,5 soat ishlayman, 2,5 mingchani oldim. Hech bo'lmaganda 2,5 ming keldi bugun deb. Direktor xonasida mana o'yinchoqchasini qaranglar, osilib turishini. Ana multik bor-ku, bitta rosa Shuster eshak to'g'risida. Ishlab yotibman, qarasam menga SMSlar kelyapti, kartangdan pul ketdi degan. Bu pullar qayerga ketdi ekan deb uyga kelsam, Shahrizodda shunaqa qilib chiroyli qilib yashikchalarga narsalarni solib qo'ygan ekan, magazindan sotib olibdi shunaqa idishchalar. Aslida har doimgidek o'zini ko'rsatish bilan ovora. Men esa ujinga urinib ketdim. Kechqurunga shu tovuq go'shtini ozroqgina jarkovcha qilib tashlayotgandim. Suv solmadim, shunday o'zini so'kiga dimlab qo'ydim. Keyin qarasam ilhom parilarim kelib qoldi. Xamir qilib tashladim somsaga. Xamir yoyib, ilhomlarim bilan gaplashib yotibman-da. Kelib soat 10 da ham kelasanmi? Sal ertaroq kelsang bo'lmasmidi deb. Zuvalachani rosa katta olaman-da. O'xliqga yarasha olmaysanmi deydigan odamda o'zi yo'q. Xamirni buklab ish qilib, bir narsa qilib yoyib oldim. Endi bu xamir kutadi meni. Qachonki Sitorani ilhom parilari kelsa, o'shanda somsa pishiladi. Siz esa meni xursand qilib like, podpiska bosib qo'ying. Xursand bo'laman. Yoqmaganlar biz kommentariy o'tib ketaveringlar.